Ammo haqiqiy hayot murakkabroq bo'lib chiqdi. Inson harakatlarini oxirigacha hisoblash mumkin emas. Tug'ilganidan to o'limgacha va u o'zgaradi. Uning barcha harakatlarini oldindan belgilash mumkin emas. Yo'q, hatto aniq fizika fanida ham barcha jarayonlarni oxirigacha ko'rib belgilab bo'lmaydi. Ha, matematika hamma narsani hal qiladigandek tuyuladi. Lekin yo'q, unday emas. Kvant dunyosida oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan mutlaqo tasodifiy jarayonlar mavjud. Bundan tashqari, kuzatuvning o'z natijani o'zgartiradi. Biz zarrachalarga qaraganimizda ular ma'lum tarzda harakatlanadi. Qaramaganimizda esa boshqacha tarzda. Ijtimoiy fanlarda ham xuddi shunday. Ma'lum bo'lishicha, Marks haqiqatni kashf etmagan, balki uni yaratgan. U millionlab odamlar qurmoqchi bo'lgan utopiyani yaratdi va bu modernizm edi. Ammo postmodernizmda biz yagona haqiqat yo'qligini, u mavjud emasligini va butun dunyo matn ekanligini angladik. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, dunyo bizning haqiqatimizni quruvchi g'oyalar va belgilar to'plamidir va hamma uchun bir xil bo'lgan yagona g'oya, yagona universal orzu yo'q. Ha, shunday. Qani ketdik? Chunki barcha mamlakatlar, barcha dinlar o'z timsollari va obrazlarida yashaydi. Amerikaliklarda dunyoning bitta surati bor, xitoyliklarda boshqa, musulmonlarda ham umuman boshqacha surat mavjud. Postmodernizmda yangi ma'nolarni din va fan emas, balki san'at yaratadi.